Misol uchun, siz 50 mingga tovar ishlab chiqarasiz, uni 100 mingga sotasiz, lekin daromad yo'q. Sizda ham shunday bo'lganmi? Biznes boshlashdan oldin analitikani bilish kerak. Unda sпрос qanaqaligini bilish kerak. O'z klientingizni portretini bilishingiz kerak. Magazinni olaylik. Magazinda har xil analitik danalar bor. U misol uchun, mana shu magazin ochgan ko'changizda nechta odam o'tadi? Undan necha protsenti sizni magaziningizga kiradi? Nechtasi sizni klientingiz bo'ladi? Ulardan necha protsenti sizni постоянно klientingiz bo'ladi? Reklama, flyerlarga qancha pul ketkazasiz? Tovarni qanchaga sotib olasiz va qanchaga realizatsiya qilasiz? Bu hammasi sizni analitik danalaringiz hisoblanadi. Undan tashqari yana metrikalar bor. Unda siz nechta klientga tovar sotishingiz kerak? Plyusga chiqish uchun nechta klientni privlech qilishingiz kerak? Qancha odam siz haqida gapirishi kerak? Bu hammasi sizni ключевой metrikalaringiz bo'ladi. Ulardan esa unit ekonomikani hisoblaysiz. Unit ekonomika хотя бы qog'ozda sходиться qilish kerak. Agar siz unit ekonomikani qanday qilib hisoblashni, qanaqa metrikalar bor, qanaqa analitik danalar bor, uni qanday qilib yig'ishni bilmoqchi bo'lsangiz, bizni kuzatib boring.